maktab bog'chada yaqin bo'lsin kvartiraning remonti ham tayyor bo'lsin deganlar uchun 4 etajlik panelli nomning 3-etajdan 2 xonali 13 metr kvadrat maydonga ega bo'lgan kvartirani sotuvga chiqdi. Hozir biz kattagina zal qismida turibmiz. Zal qismida ko'radigan bo'lsak, stinalar qo'yilgan, konteynerlari bor, qandillari ilingan, chiroyli gilamlar tashab qo'yganlar, devorlarimiz aboy bo'lgan. Bu barcha narsalari qoladi. Xo'p, keyingi xonamizni ko'radigan bo'lsak, kattalar uchun yotoqxona qismimiz bo'lyapti. Spalnilar qo'yilgan, shkaflari bor. Faqat bu yerdan televizorni olib chiqib ketadilar. Ko'rib turganingizdek, aboylari qilingan, qandillari ilingan, shkaflar devorga moslashtirib, chiroyli qilib taxlab qo'yganlar, ixchamgina qilib, barcha narsasi qoladi. Kladovka sifatida foydalanish uchun juda ham qulay qilib, devorga moslashtirib taxlab qo'ygan ekanlar. Xo'p, umumiy sanuzor qismiga ega poli kafel qilingan, devorlari plastik qilingan, stiralkamiz qoladi. Xo'p, bu yoqda esa kuxnya uchun joy bu, lekin kuxnya naborni balkonga ko'chirgan ekanlar. 6 metrlik balkon qismiga ham ega. Ko'rib turganingizdek, kuxnya naborlari bor. Bu tomonimiz o'tirib cho'chish uchun stol zonalari, pastini podvalcha qilib qo'yibdilar. Kvartiramizga so'raladigan narx 37.900 deyaptilar. Yana kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamga murojaat qilib bo'lgani baraka qilishingiz mumkin. Maktab bog'cha atrofidan tayyor remont bilan kvartira qidirib yurgan mijozlarimiz uchun bu videoni ko'rib qo'ying.